Juda tez ketyapman, lekin hozir Bakıdan geçtiğinizde peki yavaş tezgah olmalı. Bundan sıkıntılar Taksi bu taksi. Ben birinci sırada taksi. Korkmuşlar. Hakem. Vay orasını yapsın. Yola geldiğinde var. Ana. Vakilliğe havas kılardım. Hozir o'tirib vakilliğe havas qilmaydigan bo'ldim. Bu sovuq, shamol. Vaqt bilan bu tezlik. Ben Instagramga qo'yaman, masalan Telegramga qo'yaman storylarimga. Lekin hech kimga maslahat bermayman ana baykerlar bilan yoki mototsikllar bilan. Mana sochlarni qarang, mana nima bo'lib ketdi mana. Prichoska bo'lgan sochli edi mana shular. Borib salonda chiqqan sochli edi mana. Ado bo'ldi bular, ado bo'ldi mana. Katta mana. Katta onat deyapsan. Hali mashinani BMW yuksa. 370 bu BMW. Çay yuram. Taporda bizim ukit var. Daş svetoforlarga to'xtamayapmiz. Mana Bakirskiy mototsikl. Storyga yozib qo'yaman-ku, обязательно. Lekin sizlarga maslahat bermayman. Mana sochlarni qarang, nima bo'lib ketdi. Salondan qilish kerak. Ha, onasini yelsin lekin mana. Mototsiklda yurish qanday emas ekan, storyga qo'yaman, shuncha like bosib qo'yarsizlar. Fabraski chirchiga bolalar.